eshitish bilan eshitishni farqi bor. Juda ko'p oilalarda o'zimni ham misol uchun kursdoshlarim yoki o'rtoqlarimni oilasini ko'raman-ku. Nima yetishmaydi bilasizmi? Ular bir-birini eshitmaydi. Tushunmaydi balki. Tushunishgacha eshitmaydi. Tushunish uchun eshitish kerak. O'sha eshitishda qolib ketadi-da. Misol uchun, men sizga nimanidir tushuntirib berayotganimda siz o'zingiz tomonlama eshitasiz, to'g'rimi? Va o'zingizga kerakli bo'lgan ma'lumotni eshitasiz, to'g'rimi? Menga bu kerakli bo'lgan ma'lumotchi. U narsani men sizga aytib beryapman-ku. Ya'ni kim insonlar hozir bilasizmi? Faqat o'ziga kerak bo'lgan ma'lumotni qabul qilyapti. Qarshisida o'tirgan insonni nima demoqchi bo'lganini, unga nima kerakligini, u nimaga muhtoj ekanligini eshitmayapti.